7-chi stoldagi xoranda steak chala pishgan bo'lsin deyapti. Go'sht chala pishgan. Unga bundan ham xomroq pishirish kerak. Bundan ham xom bo'lsa, ma'rif turgan bo'lardi. Ular katta odamlar, aytganini qildirib o'rganishgan, boshqa pishirib bera qol. Bitta chala pishgan steak. Tushundim. Bitta chala pishgan. 7-chi stoldagi ahmoq seni chala pishgan steakni umrida ko'rmaganmi deyapti. Mana xomi kerakmi? Esingiz joyida. Yo'q, shu kunda davolanyapman. Kechirasiz. Hozir boshqa dasturxon chizamiz. Kerak emas, bu ishni o'zim qilaman. Voy tavba. Endi yengil tortdim.